Etti hosmiydan suv chiqdim. Yo'q qo'yamiz. Yo barchangizga salom, sizlar bilanman. Behuz bolalar, bugungi videoda biz merdan maslahatlar chiqdim. Bizning qishlog'imizga yangi mer keladi ekan, shuni kutib olishim kerak ekan, yo o'zi keladi ekan. Shuning uchun biz tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Qanaqa mer o'zi? Lekin bir o'yinchiga o'xshaydigan mer deydi-da. Bo'lmasam biz ketdik uyga. Qishloqda gapim bor edi. Akking gapim. Do'stlar, kiramiz. Notebookni sotib olganman do'stlar, nimaga desalaring. Qalam ko'payib ketgan. Bir xil joylardan qog'oz olganman. Shularni. Do'stlar, bir telefon o'ynab, mikrofonni o'tiraylikcha. Hop. Kanalimda Yo do'stlar, kanalimda 100 ta obunachi bo'libdi. Yo, xursandman, buni nishonlash kerak. Kanalimda 100 ta obunachi bo'libdi do'stlar. Kanalga albatta like bosib obuna qo'yinglar. Hop. Do'stlar, biz mashq qilsakmikan? Davaychi mashq qilamiz. Davaychi mashq qilamiz. Shu qo'yaylik. Do'stlar, sizlarga mana bu ko'zchani bosganda qanday bo'lishini o'rgatib qo'yaman. Videoning oxirida faqat. Hop, men agentlarga qarashim kerak. Men chaqirib qoldik. Men ketaman, yangi men keladi deb aytdi. Biz hozir agentimizga qarab qo'yamiz do'stlar. Ketdik, agentimizga qaraymiz. Faqat sabzilarni Bunga sabzilar ko'p kerak. Olib chiqamiz. Dahshat bo'ladi do'stlar. Ana. Babam 13-qishloq zo'rda do'stlar. Bularni ekib chiqamiz. Yaxshi mana. Bu yoqqa ekmaslik kerak. Bu yoqqa sabzi keladi ya do'stlar. O'ylaringmi sizlar? Like bosib o'ynayapsizlar. Shuning uchun men adashib ketyapman. Shuncha joyga kartoshka ekdimmi? Shuncha joyga kartoshka ekibman bo'ladan beri. Mana. Haqiqiy sabzi. Sizlarga gapiraman deb kartoshka ekyapman. Sabzini o'rniga. Ana qani? Yana tushdimi? Mana. Bu yil achigan kartoshka tushdi-yu. Bularni ekib chiqamiz. Bunaqa. Bularni yangi kelgan meva topshiramiz. Nimaga qo'lda topyapman? Men topsam bo'ladi-yu. Ularga chiqib ketdi. Qani qaylikcha yo'qchimabdi do'stlar. Bunaqa. Hop, endi qachon yangi mer kelishini kutamizda, keyin bularni beramiz. Hozir buni tayyorlaylik do'stlar. Yebile. Nimaga tayyorlanmaydi? Otib yoramiz. Ana. Hop, yangi mer kelishini kutamiz do'stlar. Yangi mer kutamiz. Ungacha men telefon ko'rib yotaman. Instagramda video ko'rib yotaman. Hop, qanunda ketdik. Oradan 10 minut o'tgandan keyin. Do'stlar, mazza telefon ko'rib yotibman boyadan beri. Yangi mer kelgandir. Hop, xabar keldimi? Hozir ko'ramiz. Yangi mer kelgan. Kompot, qanaqa kompot? Hozir, behuz men ketyapman.
men ketyapman deb yotibdim men. Aytgancha, menga mana bularni berish kerak. Esdan chiqib ketgan, yangi menda ko'rish kerak birinchi. Telefonda olaman, kimda telefon qilib qolsa kerak, kimda telefon qilib qolsa kerak. Qo'lim yo'qligiga e'tibor qilmaysizlar do'stlar. Mana agregatlar hali o'smagan. Xo'p, yangi mer qayerda bo'lgan? Qishloqqa, qandaysan? Eshitdingmi, yangi mer kelyapti? Qanaqa yangi mer? Kirishga mumkinmi? Mer? Kir. Assalomu alaykum, men yaxshimisiz? Men sizlarning yangi merlaringman. Ko'rinishimga e'tibor qilmanglar. Ko'rinishingiz ikkalamiz keyin do'st bo'lamiz. Telefonlar olsammi? Men telefon sotaman. Rostami? Bana do'stlar, bu akamiz telefon sotadi ekani. Voy billahi. Qani bitta planshet olib qo'yamizmi do'stlar? Qochibdim, men oldiga keldim. Men assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qarama, menga qaraysan. Do'stlar, qanday chiroyli emaslar. Qani men planshet sotib olsam bo'lardi ekan. Sen YouTube kanaling bormi? YouTube kanalim bor. Nomi nima? Behud 7075 Minecraft. Menga yoqqan nom-ku. Mening ham ismim Behud. Yo'q, ostami? Ovoz nimaga o'xshab o'zgarib ketdi? Men xosam bosam, shunaqa ovozim o'zgarib ketadi. Yaxshi-yu. Bo'lsam, telefonga o'tib obuna qo'ying. Obuna bo'ldingizmi? Hozir. Mana obuna bo'ldim. Videolaring ham zo'r ekan, 13-qishloq. Eski merlaring jitil ekan, ovoz boshqa ketadi ekan, ovoz to'g'rilang. Mayli. Hop, men ketdim bo'lmasa. Narsalar topishimizku. Mer? Ovoz o'zgartibsizku. O'zgartirdim. Mana sizga mana ularni berib ketaman. Mang. Nimaga olmayapsiz? Ish qilib mangda. Ularni taylab ketaman. Nimaga mana. Men olasiz. Men ertaga sizdan telefon sotib olaman. Mayli o'tdi. Zo'r ekanda do'stlar, kanalimga podpiska qo'ydi. Sizlarning kanalingga podpiska qo'ying, podpisatsiyani shunday bosib qo'yinglar mana. Qaranglar. Bum bosib qo'yinglar. Mayli, sizlar bilanman. Qanaqa beramiz? Ertaga telefon sotib olishim kerak. Kiramiz. Xayrli tun bolalarga ham uxlayman men bo'lsam. Barchangizga yana bir bor assalomu alaykum, sizlar bilanman. Behuz bolalar, bugungi videoda bugun biz telefon sotib olamiz do'stlar. Qanaqa telefonlar bor ekan, shunlarni ko'ramiz. Mana 8000 dollar olib ketaylik. Do'stlar, mening pulim 6.400.000 dollar. Albatta dollar bo'ladi, men boyman-ku. YouTube tarafidan menga berilgan. Assalomu alaykum ben. Va alaykum assalom. Men sizdan telefon sotib olgan keldim. Qanaqa telefon olsan? Mana uni olsanmi? Yo'q, ko'ryapman. Pulni olaylik. Qimmat ekan-ku sizlar. Sizga men 8 ga olib qo'yaman, hozir kelaman. Do'stlar, bu akamas yo'q, bu mer. Mer telefon sotadi ekan, bu merda telefonlari qimmat-ku. Rostdan qimmat ekan. Nima qilaman, telefonga qo'yaman. Aldimaslardi. Qimmatga bir iPhone olamizmi do'stlar? iPhone bormikan iPhone? Ketdik, iPhone ko'ramiz.
Lekin iPhone unchalik menga yoqmaydi. Mana o'sha Samsung telefonim bor. Ham bo'lsa Samsung A12. O, men yo'qki. Shuncha, Nokia shuncha qimmatmi? Nokia trenddagi hozir. Yana o'zingiz o'zgartirasizmi? E'tibor qilma. Sizda faqat bunaqa telefonlar bor ekan-da? Qani ko'raylikchi. Dadam, bering bu yoqqa. Chek. Do'stlar, qanaqa telefon? Fli degan telefon ekan. Mana qani do'stlar? Qanaqa telefon? Qanaqa telefon bu? Hozir buni yoqaylikchi. Cheki. Sklatmas. Cheki. Bitamkan qishloqi yo'q. Hozir cheki qishloqni uynoqasiga. Xo'p, do'stlar, qanaqa telefon ekan bu? Qani, qanaqa telefon ekan bu? Qani tekshirib ko'ramiz. Hozir yonib ko'raylikchi. Do'stlar, buning gigabayti bilasizlarmi necha? 25 gigabayt. Bilasizlarmi qancha? Nokiadan Nokia. Albatta Nokiadan. Hozir ko'raylikchi. Do'stlar, YouTube bor ekan. Men bundan YouTube bor ekan, Instagram bor ekan, TikTok bor ekan. Men hali TikTok ishlab ko'rmaganman do'stlar. Do'stlar, bu noyob telefon ekan, nomi ham Fli E176. 176. Qani telefon tipini otib yoraylikchi. Hozir. Qani. Isib qoldi. Qaliyman, tushunmadi. Bunga qattiq g'ilof o'rnatilgan ekan. Shuning uchun sinmagan ekan, do'stlar. Nima yutalyapmanmi? Nima kasal bo'ldimmi? Endi videolar chiqaymay qo'yamanmi? Mayli do'stlar, barchangizga xayr. Sizlar bilan men behuzur qoldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan men behuzur qolaman. Tutib qo'yaymi? Mayli do'stlar, barchangizga xayr. Agar men kanalimga video qo'yganman, bu qishloqni qaysi YouTuberdan olganimni. Mayli do'stlar, barchangizga xayr. Sizlar bilan men behuzur qoldim. Men uxlayman. Xayr barchangizga do'stlar.